To'ylar muborak bo'lsin. Bayramlar muborak bo'lsin aziz ayollar, onalar, opalar, singillar, go'zal qizlar, lobar kelinlar, umringlar uzoq, tanijoninglar sog' bo'lsin. Mana hozir ham sahnada to'y bo'ldi. Ilohim kuyov bilan kelin qo'sha qarisin, baxtli bo'lsin. Nikoh guvohnomalari muborak bo'lsin. Xatga o'tga tushgani rost bo'lsin. Ancha bo'lgan turmush qurganiga bir akamiz nikoh guvohnomasini topibdi. Bu yog'ini varaqlab qarab tursa ayollari, "Ha, zaksdan o'tganimiz esingizga tushib ketdimi?" desa, eri, "Yo'q, buni amal qilish muddati qachon tugaydi?" Kuyov bilan kelinlarimiz baxtli bo'lsin. Shirindan shakar o'g'il, qiz farzandlar bersin. Mana bahor, bu yoqda to'ylar mavsumi. Har birimizning xonadonimizda to'ylar bo'lsin. O'g'illar kuyov, qizlar kelin bo'lsin. Xonadonimizga chiroyli kelinlar, aqlli, esli, xushli kuyovlar kelsin. Baxtli bo'lsin yoshlarimiz. Shirindan shakar o'g'il, qiz farzandlar bersin. Xotinini tug'ruqxonaga olib borib qo'ygan erkak tug'ruqxonaga kelib sekin xotinini chaqiryapti. Xotin! Ayollari endi ko'zlari yorib, Xudo bergan farzandlarini tug'ib olib bag'rlariga bosib olgan ekan, erining ovozini tanib, amanlab o'rinlaridan turib, oyna tarafga qarab ketayotgan ekanlar. Doktorlar aytibdi, "Hey, yot, qoning kam, yiqilib tushasan. Has, katta bolam keldi, hosima." Shunda javob berib olay, o'zini yoq-buyog'iga qarab, "Assalomu alaykum" desa, eri yo'q. "Va alaykum assalom. Esalom, qutulib oldingmi? Xudo bergan farzandimizni bag'ringga bosib oldingmi? O'limni bo'yningga olib tug'ding. Rahmat senga jon." Hech kim aytmaydi bunaqa so'zlarni, hech kim gapirmaydi. Nima bo'ldi? Ayollar ham ularni Xudo bergani qiz bo'ldi. Hadda jonisi qiz tug'ib oldim. Qiz. Yerga o'tirib olib, arazlab yig'layotganim shu. Bityaptinglar, aytinglar, "Ha, nima qilibdi qiz bo'lsa deng?" Ha? 5 ta bo'ldi, 5 ta. Yerda arazlab o'tirgan ekan, xotini ham boplabdi. "Ana, ayib o'zingizda ko'proq zaxga o'tiring." Xudo bersin shirindan shakar o'g'il, qiz farzandlarni. Eri xotin choy ichib o'tirgan ekan, erini choyida shamasiz yurgan ekan, eri xursand bo'lib xotiniga, "Mehmon kelyapti, meni choyimda shamasiz yuribdi." Desa xotini, "Uf, bugun sen aziz muqaddas ayol degan konsertga boramiz, mehmonga nima bor? Yo'q, shamangiz qursin" debdi. Erini jahli chiqib, barmog'ini choyga tiqib, shamani 2 marta ezg'ilagan ekan, eshik ochilib qaynonasi kirib ketdi. Hamma yog'i ho'limish uvib ketganimiz. "Oh" debdi kuyov, "Onajon, sizga nima bo'ldi?" "Avval sen mahallangizdagi ariqqa tushib ketdim. 2 marta hech chiqolmayman, birov boshimdan ezib turganga o'xshaydi. Yaxshiyam choyxonadan cholla chiqib qoldi. Suv parisi deb tortib olishdi. Bo'lmasa cho'kib ketardim." Desa kuyov to'ra ham, "Oh, onajonim ey, sizligingizni bilganimda shaman yana bir pas ezib turadi." Qaynona Xudo bergan nabirani erkalatib turibdi. "Mani bolamni bolasi, mani bolam. Danagidan mag'zi shirin jonim bolam." Desa kelini kayfiyati yo'q shekilli. Sizni bolangiz emas, sizni nabirangiz. Sizga necha marta aytish kerak? Bu bola meniki, men tuqqanman, toksikos bo'lganman. Ishda abrikosga. O'g'lingiz topib kelgan. Tuqqanman, katta qilyapman. Meni bolam, tur, yur, uxlaymiz. Nechvo себе o'zingizga qilganingiz qarang. Yana farishtani ominiga uchrabman, o'lib ketib sizga qolib ketmasin meni bolam. Yur, uxlaymiz. Desa qaynona, "Voy, hali o'g'lim kelsin. Sen meni parashogimga kir yuvmabsan." Parashok, men Rano yarashiga o'xshab sovun ishlatmayman. Ariel emas, vanish.
Oğlum kesin, hala qarab turgan. Oğlu kelin poshsha bilan dam olib, uxlab yotsa, yarim tunda qaynana eshikni bir tepib kirib ketdi. O'g'li cho'chib ketgan. O'g'lijon nima bo'ldi? Onang o'rgilsin. 9 oy qornimda ko'targan. Bizning vaqtimizda taksikos yo'q edi. Vitamin yetishmasdi. Kesak yalab yurardik. Qora saqit chaynar edik. Tuqqanman, katta qilganman. Tur. Yur uxlaymiz. Yur. Desa o'g'lim, "Xo'p bo'ladi onajon" deb yaxshi ko'rgan yastig'ini ko'tarib kelinga bir xo'rsinib qarab chiqib ketibdi. 10 kun onasiga qarab yotibdi. Oyoq qo'llarini uqalabdi, choy beribdi, yelpib o'tiribdi. Jannat onalarning oyog'ini ostida ekan deb onajonisining oyoqlaridan ufflabdi. 10 kun duolarini olibdi. Kelin ham 10 kun onasini ko'ribdi. Tushida. Tur qaynanangga galin debdi onasi. Kelin poshsha padda ustiga chaqchuqlardan solib, limon novotlardan qo'yib, achchiq ko'k choylarni damlab, qaynanasini eshigini chirtibdi. "Oyijon" debdi. "Oyijon. Oyi. Bitta qaynana bo'lib turinglar. Oyijon. Bu yerda ekan. Siz qaynana bo'lib turasiz, xo'p? Men siz kelmaysiz bo'laman. "Oyijon. Oyi. He, nima deysan?" deysiz, xo'p? Nima deb bu. Keliningizdan jahlingiz chiqqan. "He, nima deysan?" deysiz. "Oyijon. Ha, nima deysan?" Men sizga siz kelinsiz deyotganim yo'q. Siz qaynanasiz. "He, nima deysan?" Shundasa ohang esingizdan chiqmas. "Oyijon. Ha, nima deysan?" Rosa kelinlardan alamzada bo'lib yurgan ekansiz. "Oyijon. Men seni joning emasman. Nima deysan?" "Oyi. Oyijon. Ha. Oyijon. Ha. Bolaga bola almashaylik. I'm on fire. Aman bo'linglar. Bayramlar muborak bo'lsin.